taqdim etadi. Rabbim solih bir inson bo'lishimni xohlaydi. Ammo saroylardan, tilla taxtlardan, zarbof kiyim boshlardan voz kechish osonmi? Oltinlarni tashlab oddiy bir inson bo'lish, nafsni tiyish osonmi? Durun. Hozir. Ketyapman, sabr qiling. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Girin evlat. Ko'ylar bolalarim, bunday havoda tashqarida turmanglar. Alloh rozi bo'lsin ota. Buyurun. Marhamat. Böyle geçin. Sizni bezovta qildik. Astag'firulloh, unday demanglar. Siz ateşin başında. Olovga yaqinroq o'tiringlar, men esa otlaringizga qarab kelaman. O'g'ri bo'lmang otaxon, men o'zim qarayman. Yo'q, sizlar bemalol tortinmay o'tiraveringlar. Biroz isinib olinglar, men esa tashqaridagi ishlarni bitirib, darrov qaytaman. Kimligimizni aytib qo'yma. Xavotirlanmang, hazratim. Nasıl? Qalay, biroz sinib oldinglarmi? Sharofatingiz bilan nafasimizni rostlab oldik, lekin bezovta qildik otaxon. Biz misafir. Aksincha, biz mehmon kutishni yaxshi ko'ramiz. Alloh rozi bo'lsin, shu kiyimimiz qurisin kiramiz. Bu elbiseler. Bu kiyimlar ertalabgacha ham qurimaydi, bolam. Baksana. Rahmat yomg'iri eligingizgacha ho'l qilib yuboribdi. Şu odaya. Narigi xonaga quruq kiyim bosh qo'ydim. Almashtirib olinglar. Ammo biroz eskiradi. Otaxon eski yangiliklarni demasa, albatta kiyamiz. Oldin sen borib kiyina qol, Ahmad. Hayriyat, seni ham ovozingni eshitdim. Gapirishga holim kelmagan edi, ota. Dam oldim, endi gaplashsak bo'ladi.
Neyi? Yaxshi bo'lardi. Ben de zaten Men ham yardım hamsuhbat edecektim qidirib sana. yurgandim. Yalnız mı Biroz yaşıyorsunuz? ishtirasizmi, otaxon? Evet. Shunda Hanım sizlere ömür. xotinim Geçen Alloh yıl- o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Zaten O'tgan yili olamdan o'tdi. Bolalarimiz tek başına yo'q edi. kalıyordu işte. Mana bir o'zim so'ppayib Ne qoldim. yapıyorsunuz? Nima bilan shug'ullanasiz? Nasıl Kasbkoringiz nimada? Ufak bir Kichkinagina boşluk var. tomorqam bor. Mevsimga Mavsumga göre ko'ra şey. narsalar yetishtirib, Bel Balx bozorida sotaman. Peki Hop, para ozmi kazanabiliyor ko'pmi pul musun tushib bari? turadimi? Neye geliyor? Ha, 3-5 4-5 qado sabzavot bilan pul ishlayman. Allah'tan Yaxshi ham Xudo bergan Tohir bor, u bo'lmasa. Tahir. Tohir? Kim bu Tahir? Kim u? Anlatırım. Keyin aytaman. Hele Sen oldin borib söyleyeyim. kiyimlaringni almashtirib chiq. Peki baba. Xo'p, ota. Ben içeri Men ish kerakli bo'lmasa. Ahmet Ana, xizmat ham chiqyapti. Çorba nefis olmuş. Sho'rva shirin bo'pti, otaxon, rahmat. Afiyet Osh şeker. bo'lsin, mehmon. Tencere. Xohlasangiz yana bor. Ekmeğin de güzel. Noningiz ham shirin ekan. Şimdiye kadar Shu böyle paytgacha lezzetli bunaqa non ekmek yemagan yemedim. edim. Çorbayı Sho'rvani ben o'zim qildim, ammo Ama nonni ekmeği Balxdan ben- olgandim. Eh mi? Evet. Ha, Balxdan, Novvoy Tohirdan. Tohirdan. Deminki Boya aytganim Tohir boru, O ana Tohir o'sha işte. Tohir. Bir tane de bana ver evladım. Ne güzel ekmekler. Allah razı olsun. Allah razı olsun evladım. Buyurun. Allah razı olsun. Allah Buyur. razı olsun. Allah razı olsun. Bir tane daha alayım. Allah razı olsun. Allah Tahir kadar güzel. Tohirdagi shirin non yopadigan nonvoyni hech bir joyda topolmaysiz. Bu ekmekleri... Mana shu nonlarni qachon oldim bilasizmi? Tam... Bir hafta bo'ldi. Hikmet- Allohning hikmatini qarangki, suvi ham qochmagan, tandirdan yangi uzilganday tirsillab turibdi. Ben de saklayayım. O'zim ham bir mehmon kelsa dasturxonga qo'yarman deb saqlab qo'ygandim. İnanılmaz şey. Demak, Demek bir hafta o'tganiga qaramay suvi qochmabdi-da. Gözünüz Ha, o'zingiz ko'rdingiz. Sanki... Go'yo tandirdan yangi chiqqanday. Bir şey daha... Bir narsa aytaman-u, ammo ishonmaysizda. Niye inanmıyorsun? Nega ishonmaylik? Her şey Hamma burada narsa gözümüzde. ko'zimiz oldida. Ben bu, Men bu ekmekleri narsalarga pul ham bermaganman. Evet. Ha, hayron bo'lmang, ishoning menga. Bu nonlarga pul bermaganman. Alloh rozi bo'lsin Tohirdan. Sağ olsun. Holatimni Aynı tushunadi. durumu biliyor. Ko'pchilikka berganidek Birçok menga ham belediye olduğu istaganimcha gibi bana da non istediğim beradi. kadar bedava ekmek veriyor. Görüyor musun? Ko'rdingmi, Ahmad? Balx shahrida yashab, shu paytgacha Tohir haqida eshitmagan ekanmiz. Duymazsanız- Eshitmaysiz ham. Niçin? Nimaga eshitmas ekanmiz? Halinizden Ko'rinishdan çok boy zengin odamlarga bir o'xshaysizlar. Siz Tohirning noniga muhtoj emassiz-da. Bu ihtiyar. Bu qariya oddiy qariyalardan Sanki emas, içimize xuddi fikrimizni o'qiyotgandek. bu tip Bunday insanlar insonlar kam bu kadar uchraydi. zor ki Ahmet. Belki Balx juda bir yer katta var. shahar. Orada U sayısız yerda ko'p kurum var. novvoy bor ota. Evet. Ha, Çok. ko'p novvoy bor, ammo Tohir kabisi yo'q. Undan boshqa hamma davlat to'plash bilan ovora. Ovchimisizlar deyman. İşte Ha, arasına çık. ora-chora chiqib turamiz. Öyleyse Unday siz bo'lsa, sadece shahzodamizni tanın. yaxshi tanisangiz kerak. O da U sizin ham sizlar kabi ovchi. Nasıl Nahot tanimasangiz? Elbette Ha, tanıştık. albatta taniymiz. Zaman zaman U uyushtirgan ovlarda biz ham ishtirok etamiz. Ammo hech ro'baro kelmaganmiz.
Yaxshi odamga o'xshaydi Shahzoda Ibrohim. Kimse Hech kimga ziyoni tegmagan, ammo tutgan yo'li to'g'ri emas. Ishoning menga, to'g'ri yo'l emas. Niçin? Nega bunday deyapsiz? Yo bir nomaqbul jihatlarini ko'rdingizmi? Hayır bey. Yo, bek. G'arib Halil kim, u Shahzoda Ibrohim kim? Ammo eshitdimki, haq yo'lda bo'lishni istarmish, shuning uchun saroyga din olimlarini chaqirib suhbat qurarmish. Ammo suhbat tugar-tugamas hammasini unutib, yana zavq-u safoga berilib ketarmish. Holbuki mol dunyo, aysh-ishrat orasida sevgini topib bo'lmaydi. Nima ham deymiz, g'aflatdandir. Inshaalloh bir kun kelib uyg'onib, o'ziga kelar, haq yo'lni topar. Mayli, sizlarning boshingizni og'ritdim. Borib otlarni yemini beray. Sizlar esa dam olinglar, charchagansizlar. So'ngra birgalashib xufton namozini o'qiymiz. Odobsiz qariya ekan. Sizga til tekkizdi-ya. Hozir men uni o'z uyini bos. Evinde Mehmonmiz. Xafa qilish yaxshi emas. Ammo hazratim sizga nisbatan bo'ldi. Tugataylik shu gapni. biraz Ozgina dam olsak yaxshi bo'ladi. Belki Baxtga qaytgach menga eslat. O'sha Nonvoyga juda qiziqdim. ekmeğinin Nonini sirini o'rganmoqchiman. belki Balki uni saroyga olarmiz. Qaytishimiz bilan huzurimga olib kelasan. Olur efendim. Xo'p bo'ladi, hazrat. Din Din olimlarini saroyga chaqirib, suhbatlar qurarmish. Ammo suhbat tugar-tugamas hammasini unutib, yana zavq-u safoga berilib ketarmish. G'ofil bilmaydiki, ov qilish bilan oltin u zarlar orasida Alloh ishqiga erishib inoyati yog'ilsin sizga. Uzat torbanı. Xaltani uzating. Yeter mi? Bo'ladimi? Bo'ladi, bolam. Allah Alloh rozi bo'lsin sizlardan. tutun. Biro olsangiz oltin bo'lsin. Cümlemize. Xijolat bo'lmang, osh bo'lsin. Bemalol kelavering. Alloh rozi bo'lsin. Çok Juda sevindim. sevindi usta. Yeter mi bu? Yetadimi deb shakka etding, bola. Fazla alır Ko'p değil mi? oladimi deb qo'rqdim-da. Merak etme. Qo'rqma. O U ehtiyojidan ortiq olmaydi. Tahir Usta. Tohir usta shu yerdami? Tahir benim. Tohir usta menman, Ben keling. saraydan geliyorum. Saroydan kelyapman. Şehzade Shahzoda seni sizni ko'rmoqchilar. Şehzade. Shahzoda Ibrohim. Ne yapacak? Nima qilar ekan u meni? Bilmem. Bilmayman. Bana Tez borib hemen olib dal keldi işte. getir deyishdi. dediler. Ya. Ha, Demek tez olib keldi ben deyishdi aldım. degin.
Shahzodaning ishi shoshilishga o'xshaydi. Bilmiyorum. Bilmasam, shoshilishga o'xshaydi. Shahzodani kutirmaylik. Bak dedi kalın. Men qara. Ben Men novvoyman, nonlarni olovda qoldirib, apil-tapil ketolmayman. Şimdi efendiden Sen geçti. borib shahzodaga ayt da'vatini ijobat Yeter mi etding. bu kadar? Tashakkur. Ama efendim Ammo neden? shahzodaga nima Hiçbir deyman? şey demez. Eshitganingni ayt. Nonlarni sen yopar ekansan-da. Iltifot etyapsiz, shahzodam. Hayır. Yo'q, haqiqatni gapiryapman. Nedir Buni siri nima? Nasıl Qanday qilib bunchalik güzel bir lazzatli hayat nonlar hayal yopasan? ediyorsunuz? Her zaman- Bilasizki, har bir san'atkorning siri bor. Ama hamuru Xamirni shunday qoraman, shunday suv solaman, muncha tuz solaman dema menga. Ishonarli bo'lmaydi. Gaplaringiz to'g'ri. Xamirni qormasdan, suvini, tuzini solmasdan non qilinmaydi. Lekin sirini so'rayotgan bo'lsangiz shuni aytay. Nonni ixlos bilan qilaman. Allah Allah. Ha, xamirni ixlos bilan qoraman, sabrimni qo'shib, shukrim bilan shaklga solaman. So'ngra bismilloh deya tandirga yopaman va yana bismilloh deya tandirdan uzib olaman. Bor sir shu. Gördün mü? Ko'rdingmi, Ahmad? Bu so'zlar kitoblarga yoziladigan darajada qimmat. Estağfurullah. Astag'firullah. Men faqat qilgan ishimni aytdim xolos. Bak Tahir. Menga qara, Novvoy Tohir. Senin gibi Sen büyük kabi bir novvoyni mahallede umri kichik yaşadığında mahalladagi novvoyxonada o'tish yaxshi emas. sarayımıza Saroyimizga kel, fırıncı novvoyimiz bo'l, sohbetlerimize suhbatlarimizga qatnash. Eder. Nima deysan? Bağışlayın, Kechirasiz, Allah'ım. shahzodam. Dükkanıma- Bunga rozi bo'lolmayman. Ya, Nima, burada bu yerda damat kamroq kazanacağını topaman deb zannediyorum. o'ylayapsanmi? Bunun kazançla bir alakası Buni yok. pulga aloqasi yo'q, shahzodam. Yoksa Yoki bize bizga yaqin olmak bo'lishni istiyor. xohlamaysanmi? Size yakın Sizga olmak yaqin benim bo'lmoq için men şeref. uchun sharafli. Ancak Faqat Nedir? u holda raddiyangni bu aytmayman. etrafımda bir somun ekmeğe Atrofimda muhtaç bir kimseler burda var. nonga muhtoj kimsalar bor. Korkarım, Men bu ben yerga buraya kelsam, u toplandıktan bechoralar sonra bu oxirgi bechoralar bir nonlardan somun mahrum bo'lib ekmekten qoladilar mahrum deb kalacak. qo'rqaman. Bütün Borim deyishim shu. Yoksa O'l yoki sizdan uzoqroq bo'lish xayolimda ham yo'q. Canım. Balx Hoca be, shahrida senden sendan başka boshqa novvoy yok. yo'qmi? Balxda novvoy ko'p, ammo mehr sohibi qolmadi. Bunun da Buni ham yo'li bor. Onlara Ularga söylersin ayt, artık bundan bizim buyon bizni eshigimizga kelishadi. ekmeklerini buradan Nonlarni shu yerdan olishimiz bo'ladimi? Onlar Ular bu yerga kela olmaydilar. Niçin? Nega? Korkar. Qo'rqishadi. Bunu Bu alacağım. yerga o'rgana olmaydilar. Çekilin. Hech qachon. Duyuyor musun? Eshityapsanmi, Ahmad? Saroyimiz faqirlarning qo'rqib qochadigan joyi bo'libdi. Niye Bizni esa xabarimiz ham yo'q. Doğru Nega söyledin. indamaysan? Aytganlari Senin ne to'g'rimi? kadar cömert olduğunu Qanchalik saxiy ekanligingizni butun olam biladi. Bunu sen söyle. Buni sen gapiryapsan, ammo shu devorni orqasidagilar bilishi muhim. Ular ham sendek o'ylashlari kerak. Peki. Xo'p, Novvoy Tohir, dükkanında sen do'koningga çalışmaya qaytaver. Fakat Lekin u lazzatli nonlaringdan bizni mahrum qilma. Har kuni ertalab saroyga bir necha non yuboralasanmi? İstesangiz o'zim olib kelib turaman. hayır. Yo'q, sen ovora bo'lma. Shogirding olib kela qolsin. Hadi gidelim. Mayli ruxsat, Alloh taolo Allah-u Teala madadkor bo'lsin. yardımcın olsun. Amin. Allah Alloh davlat
bo'lay Tohir, yaxshimisan? Hamdolsun. Allohga shukr, sog'lig'ingizga duo qilaman. Ama niçin Ammo sağ- nega ovora bo'ldingiz? Aytib Nonlarni berdim. shogirdim orqali yuboryapman-ku. Maksadım Maqsadim faqat non olish emas. duan. Duolaringga muhtojman. Men uchun duo qilasan? Astag'firullah, albatta duo qilaman. Ama benim Faqat gibi- bilmayman, menda gunohkorlarning duosi qabul bo'larmikan. Sen de iyi bilirsin. Sen qilaver, qabul bo'ladi. İkiz tepeler. Adirga ov qilish uchun chiqqandim. Karşıma bir Qarshimdan bir kiyik chiqdi. peşine takıldım. Ketiga tushdim. Onu Uni hech ko'zdan qochirmasam-da yeta olmadim. Lekin orqasidan chopib o'rmon ichkarisiga kirib boraverdim. Tam Unga yaqinlashishim bilan juda g'aroyib bir narsa bo'ldi. G'oyibdan ovoz eshitildi. Ey Ibrohim, sen shuning uchun yaratilganmiding? Bunun için mi emroldu? Atrofimga qaradim, hech kim ko'rinmadi. Etrafıma bak. Bu Alloh la'natlagan iblis ovozlar dedim-da, yo'limda davom etaverdim. Lekin yana Yine ormana doğru ilerledim. ey Ibrohim, sen shuning uchun yaratildingmi? Shunga amr qilindingmi degan ovoz keldi. Artık Ortiq shubham qolmadi. şüphem kalmamıştı. Bu sesin Bu ovoz Rahmoniy ekanini tushundim va darrov shu yerda sajda qildim. ölene kadar kaldı. Peshingacha shu holda qoldimmi bilmayman, faqat tavba qildim, Tövbe, tavba qildim, tövbe. tavba qildim. Efendim, Shahzodam shifo topdi deb o'yladim, ammo dinleyici kecha bana- nima dedilar bilasan? Artık hiç şüphem Ortiq kalmadı. shubham yo'q. Alemlerin Alloh taolodan menga bir xabar keldi. Allahu Qasam Teala'ya ichamanki, bundan yemin buyon ederim ki, isyon qilmayman. bundan sonra ona isyan etmeyeceğim. Rabbim, benim Rabbim salih bir insan. Mening solih inson bo'lishimni Ama gel xohlaydi. gör ki vazgeçmek kolay. Ammo Saraylar, saroylardan, altın toji tahtlardan, taxtdan, sırmalı oltinlardan, elbiselerden zarbof vazgeçmek kiyim-boshlardan, zavq-u safolardan voz kechish qiyin. Bunca dünya saltanatını geride bırakmak Yaratgan saltanatimdan voz kechishimni istayapti. kolay değil. Ne me zenginliktir ki Bir sonuca tarafdan benden unga tüm isyon bunları qilmayman deyman-u, bilemiyorum. boshqa tarafdan Bir yandan ona isyan dunyo etmiyorum, ne'matlarini diğer terk yandan etolmayapman. dünya nimetlerini terk edemiyorum. İşte benim efendimiz. Mana shahzodamning qayg'ulari shu. Geceler Kechalari uxlamasdan o'ylab bir qarorga kelolmayaptilar. sanki bir Xuddi bir kıvılcım. umid nurini kutayotgandeklar. Senin duan Seni Cenab-ı duoying Hakk'ın. Janobi Haqning dargohida Ne olur maqbuldir. efendim için dua et. Iltimos duo qil. Efendim Bu için qayg'udan dua et. qutulsinlar, Kurtulsun bu o'zlariga sıkıntı. kelsinlar. Kendine gelsin. O'zbek tilidagi tarjima filmlarni tomosha qilmoqchimisiz? Unda aslmedia.net saytiga tashrif buyuring. Hoş geldin. Kepsiz xola, keling. Hoş bulduk Xushvaqt efendim. bo'l bolam. Tam zamanında Vaqtida geldin. keldingiz. Ekmekleri yeni Nonni çıkardın. yaqinda uzgandim. Al şuradan. Istaganizcha oling. Bana 3 Menga tane. 3 dona yetadi. Pekala. Xo'p, Al sana mana üç sizga tane 3 nar dona gibi kızarmış qizarib ekmek. pishganidan.
Senden Pul so'ramadim-ku. Allah Alloh taolo rozi bo'lsin. O'z vaqtida yordamga kelding. Hozir ancha yengil tortdik. Xudoga shukr, qo'limizga pul kirdi. Shuncha yaxshiligingni haqqini beraylik. Rozi bo'l. Yetermi bu kadar? bu parayı Bu pullar bilan nevaralaringizni xursand qiling. Ularga qand olib bering. Yeter. Pulimiz Paramız qandga ham ekmeğe yetadi, değil, nonga ham şekerle yetadi. yedi. Cenab-ı Janob Hak Shahzoda selamlarını Ibrohimning getirdi. omadini bersin. Holimizni ko'rdi, acıdı, Achini pul berdi, hech narsani ayamadi. hiçbir şey esirgemedi. Hech narsani. Shahzoda Ibrohim, Evet. ha, Allah Alloh undan rozi bo'lsin. güle güle. Xayr xola. Torunum- Nevaralaringizni o'pib qo'ying. Xonangizda chiroq borligini ko'rib biror narsa kerakmi deb so'ragani keldim. Hayır. Yo'q, faqat uxlamoqchiman. Akşamdan beri Kechasi bilan uxlamadingizmi? Gözümü bile Ko'zimga uyqu kelmadi. gece boyunca Tuni bilan o'yladim va angladimki, ettiğim qasam yemeğin ichganim bilan ardından eski hayatımdan hayotimdan voz vazgeçtim. kecholmayman shekilli. Çok Ancha urindim, ammo Şimdiki nafsimdan durumun qutula acısından olmadim. kurtulamadım. Artık Ortiq eski Ibrohim emasman, ammo Ama ne na taxtinden taxtimdan voz kecha vazgeçebilirim, olaman ne va de- na havaslarimdan. Sabah hemen Darhol hozirlik ko'r, başladım. ertalab ovga Hava çıkmak chiqamiz. istiyorum. Kim o? Kim var yukarıda? Bir Xudo tanıdık. tanishingiz. Ne demek tanıdık? Qanaqa tanish? Ne arıyorsun? Nima kerak senga bu yerda? Devemi Tuyamni yo'qotdim. Hiç tanıdık. Tomda tuya nima qiladi, Deli jinnimisan? misin sen? Sen Allohni oltin taxt ustida zarbob kiyimlar, atlas ko'rpalar ichida qidiryapsanmi? Bu ishing tomda tuya qidirishdan ham battarroq jinnilik emasmi? Ne istiyorsun? Nima istaysan mendan? Seni Seni istayman. Uyan bu derin. Uyg'on bu uzoq uyqudan. Gel artık. Kel endi. Güneş üzerine Kel, doğmadan. Quyosh chiqmasdan kel. Yollar Seni yo'llar kutyapti. bekliyor. Yo'llar, Bekliyor. yo'llar. Hayır. Ne oldu? Nima bo'ldi? Topolmadinglarmi? kere aradık Hamma yoqni kimseyi qidirib göremedik. chiqdik, ammo hech kimni topolmadik. Qanaqasiga? Kuş olup da Uçup fazla ketmagandir. uçmadı ya bu adam. Kuş olsa Qush bile bo'lganda ham kimse qutula olmasdi, ammo yuqorida hech kim Ama yo'q. yukarıda hiç Shahzodam kimse yok. istasangiz saroyni boshdan oyoq qidirib chiqamiz. İsterseniz sarayın her tarafını aratayım. Istamayman, Yalnız yolg'iz bırakmayın. qoldiring meni. Bir yere mi gideceksiniz? Evet. Ama nereye? Bunu ben de bilmiyorum. Bize sadece gel dendi. Nereye gideceğimiz bildirilmedi. Beni bağışlayın ama hiçbir şey anlamadım. Kim geldi size? U ovoz. Ovoz. Aman ya. Ey qodir Xudo. Kimdi acaba? Xizr alayhissalom bo'lmasin Hızır tag'in. Aleyhisselam olmasın? Ben de öyle Men ham düşündüm shunday ama deb o'yladim. O ses hiç Ammo yabancı gelmedi. u ovoz notanish Tanıdık emas gibi. edi. Aksincha tanish edi. Bu son ikaz bana. Bu oxirgi murojaat. Sana söylemeden evvel Senga gapirishdan avval ko'p o'yladim. bu sese kulak Bu ovozga vermeyecek. quloq tutishim Yoksa kerak. mahvolacağım. Artık Bo'lmasa halok bo'laman. fazla zamanım Endi kalmadı. ketishim kerak. Güneş doğmadan yola çıkmam lazım. Rozi bo'l Bak, mendan, helal. Ahmad. Babam Ketganim sultan haqida hazretleri otam bir haber. sultonga xabar berarsan.
Ne olur izin. Ruxsat bering, men ham siz bilan birga boray. Hayır. Yo'q, Bu bu çift yo'l meniki. tek başıma. Yolg'iz o'zim ketishim kerak. Her yere beraber. Axir hamma yerga birga bormasmidik? Nima Benim uchun işi meni yalnız tashlab bırakın. ketyapsiz? Ya oğlunuz. O'g'lingizchi, o'g'lingiz nima bo'ladi? Bunu sanat Uni eseri. senga qoldirib Etmeyin ketyapman. şehzadem. Bunday qilmang Yalvarırım. shahzodam, yolvoraman. Öyle yerler var. Shunday joylar borki, u yerlarga yolg'iz borish kerak. Yapayalnız Qabrga gidecek. yolg'iz boramiz-ku. Şimdi beni Agar meni seviyorsan yaxshi ko'rsang, yo'limdan yolumdan qaytarma. eylemeye kalkma beni. Yo birga yo'lga chiqamiz. Yoki o'ldiring meni. Efendim Shahzoda olarak son sifatida defa oxirgi marta buyuraman senga. Agar monelik qilsang, soqchilarni chaqirib zindonga solaman. Hech ikkilanmay zindon band etaman. O'tishni xohlaymiz, o'tishni istaymiz. Tinchlaning, tinchlaninglar, shovqin suron solmanglar. Susun! Tinchlaning, janoblar, tinchlaninglar. Siz tushuntiring, nima gap? Biz tüccarız. Biz savdogarmiz. Nishopur tomon yo'lga tushgan karvonimiz sahroga chiqish uchun Ne gidecek g'or başka oldidan bir yol o'tishga yok. majbur. Ne de başka bir Undan yol boshqa yok. yo'l yo'q. son Ammo so'nggi zamanlarda paytlarda oradan qo'rqqanimizdan u yerdan o'tolmaydigan bo'ldik. Sababi nima ekan? Böyle giderse Agar bu hol davom etaversa, bu yerdan biron karvon o'tolmaydi. Hech kim yurolmaydi u yerdan. Tavba, tavba. Tinchlaninglar, tinchlaninglar. Nimadan qo'rqyapsizlar? Vahshiy hayvonlar bormi? Hayır Yo'q, janob, vahshiy hayvonlar bo'lsa ko'rardik. Unda nimadan qo'rqasiz? Sesler duyuyoruz. Bilasizmi? Sanki birileri Ovozlar birileri eshitamiz. O tür sesler duyuyoruz. Xuddi kimdir Qur'oni Karim o'qiyotgandek. Ancak Faqat mağaraya g'orga yaklaşamadığımız yaqinlasha için olmaganimiz uchun bilolmayapmiz. Geceleri ışıklar Kechalari u yer sanki nur yağıyor. yog'ayotgandek yorishadi. Ammo bu qo'rqadigan narsa emas-ku. Aksincha, topilmas bir ne'mat biz uchun. Ama orada Lekin u yerda nima borligini aniq bilmaymiz-ku. Mendan nima istaysizlar? Siz olim odamsiz, faqat siz kira olasiz u yerga. Iltimos, xalos eting bizni bu qo'rquvlardan. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, ertaga borib nima ekanligini bilib kelaman.
Ey Sübhanallah. O ne mübarek bir u zat. naqadar muborak zot Sırf ekan. orada bulunduğu Faqat için o'sha bari yerda öyle u güzel bo'lgani bir uchun yol. g'ordan shunday yoqimli bir hid Eğer kelardi. kervanlarınız Agar karvonlaringiz butun yil musht tashib og'ziga qadar to'ldirganda ham bunchalik xushbo'y taralmas. orada ışıl u ışıl yerda yanan bir yaraq çırağı var. yonayotgan bir chiroq bor. İbrahim. ibrohim bin adham. Şimdilik hozircha gözlerden insonlarning ko'zdan uzoq turishni xohlaydi. Oradan u yerdan korkmadan qo'rqmasdan geçebilirsiniz. o'tishingiz mumkin, faqat Yalnız uni sakın onu bezovta rahatsız qilmanglar. Demek buradan Demak, bu ayrılmaya yerdan karar ketishga qaror qildingiz. Burada yeteri kadar. Bu yerda yetarlicha bo'ldim. Herkes hali Hamma insan. holimizni tushuna boshladi. Şöhret. Shon shuhrat har tarafimizni qoplab oldi. Artık Endi bu yerda ko'p qololmaymiz. Ne tarafa gitmek? Qaysi tarafga ketishni o'ylayapsiz? O ses. U ovoz hali ham quloqlarimda Oyna. kel deb chaqiryapti. Naçar gideceğim. Nochor boramiz albatta. Ama bu sefer Ammo bu yolumuz safar Medine. yo'limiz Madinagadir. Sonra da So'ngra Mekke'yi Makkani ziyorat edip qilib, haj vazifemizi vazifamizni ado ifa etamiz inshaalloh. Ama hac Ammo mevsimi- haj mavsumi yaqinda tugadi. Hozir esa qish. Biz henüz Biz tam- hali ham xommiz. Bu yo'lin Bu yo'lning cahili. johilimiz. Bu halde Shu holimda Rasulullohning huzurlariga qanday boraman? Hangi Qaysi yüzle betim eşeğin bilan qabr ostonasiga bosh qo'yib, bize dua et. bizni duo qiling. Allah'ta Bu yol- zimistonda yo'limizni oy yog'dusi emas, sizni duolaringiz yoritadi deb. İçindeki o ilahi ses Eshitilgan u ilohiy ovoz kel, kel derdi. Ibrohim Adham yana yo'lga tushdilar. Medine'ye doğru. Madinaga qarab to'g'ri borardilar. Yo'lda bir kichik qishloqda to'xtab o'tishga qaror qildilar. U qishloqning tuproqlari juda serhosil edi. Faqat misli ko'rilmagan qurg'oqchilik uni bosgandi. Xalq chorasizlik ichida, jaholat kundan kunga ortardi. Gökler bulutlu. Osmon bulutning, yerler zamin yağmur yomg'irning hijronida Ekinlerimiz ko'katlarimiz yanib ketdi. kuyib ketdi. Ağaçlarımız Daraxtlarimiz kurudu. quridi, hayvonlarimiz Hayvanlarımız o'layapti. telef Suvlarimiz quridi, suvlarimiz. Bunları hepimiz Buni hammamiz bilamiz. Agar biror bir gaping bo'lsa, gapirib olmasa jim bo'l. Bir bildiğim var elbet. Gapim bor Ben bu albatta. kuraklık Men bu sebebini qurg'oqchilikning sababini bilaman. Zihinlerinizi Bir biraz o'ylab yoklayın ko'ring. bakalım. Bu ofat boshlanmasdan qishlog'imizga kim keldi? Qani gapiringlar. Bo'lmasa men aytaman. Hammaga o'xshab men ham uni zararsiz darvesh deb o'ylardim. Hajga ketayotganmish. Hozir qanaqa haj bo'lishi mumkin? Kelib kichkina bir masjidda joylashdi. Hali ham o'sha yerda turibdi. Tog'dan o'tin olib kelib sotib kun kechiradi. Görünüşte kimseyle alıp Birov bilan ishi yo'qdek ko'rinadi. Dunyodan yuzini o'girgan bir g'arib go'yo. Ammo kim biladi, qayerdan, kimlardan qochib yuribdi. Yelkalarida qanaqa qo'rqinchli gunohlar turgan ekan. Bu derviş kılıklı adam Shu darvesh qishlog'imizga kelishi bilanoq dahshatli qurg'oqchilik boshlandi. Iflos qo'li bilan hamma narsamizni yo'q qilib bitirdi. Shuni yaxshi bilinglarki, u bu yerda qolar ekan, yomg'ir ham yog'maydi. Yomg'ir so'rab o'qigan duolarimiz ijobatsiz qolaveradi. Qimaylik uni bu yerdan. Ketsin, daf bo'lsin. Ket bu yerdan. Tark et bu yerlarni. Nima bo'ldi? Sizlarga og'irligim tushdimi? Daha ne olsun? Bundan ortiq nima bo'lsin? Kelding-ku, bizni mahv qilding. Qurg'oqchilikni keltirding. Qishlog'imizga oyoq bosganingdan beri hamma yoq quridi qo'ydi. Demak, bu qurg'oqchiliklarning sababi menman. Ha? Yana kim bo'lishi mumkin? Diyelim ki Shundoq ham deylik. peki siz binlerce Lekin siz ko'pchiliksiz-ku. Nima uchun ketkaza olmadinglar qurg'oqchilikka? gücünüz bir tek Kuchingiz menga yetdimi? insanlara Odamga çamur loy atmak. chaplash oson, Hele bu ayniqsa insan- u mendek bir g'arib kimsa bo'lsa. Düşünün. O'ylab ko'ringlar.
Ozgina o'ylab ko'ringlar. Har juma yomg'ir duosiga chiqasizlar, ammo duolaringiz qabul bo'lmayapti. Sababini tushunmayapsizlarmi? Duolaring qabuli uchun sizlar kabi hissiz to'da emas, qalblari nurga to'la insonlar kerak. Siz va siz kabilar aybni o'zingizdan emas, boshqalardan qidirasiz. Haq taoloni yordamga chaqirasizlar, ammo unga itoat qilmaysizlar. Janobi Haqning ne'matlaridan foydalanasiz, ammo unga shukrlar aytmaysiz. Jannat ibodat qiladiganlar uchun ekanligini bilasiz, ammo hozirlik ko'rmaysizlar. Ajdodlaringizga nima bo'lganini bilasizlar-ku, ammo ibrat olmaysiz. Bularning barchasiga javoban boshlaringizga tosh yog'maganiga shukr qiling. Duolaringizning mustajob bo'lmasligiga shuning o'zi kifoya qilmaydimi? Menga kelsak, balki o'ylaganingizdan ham gunohkorroq odamdirman. Boshqalar bir necha oyda Ka'baga borganida, men 14 yildirki borolmayapman. Balki haqdirsiz. Boshingizga kelganlar mening bu yerga kelishimdandir. Qo'rqmanglar. Ketaman. Sizlar ham qutulasiz. Qurg'oqchilik tugab yer suvga to'yganini ko'rasizlar. Qo'rqmanglar, ketaman. Sizlar ham qutulasizlar. Bu qurg'oqchilik tugab yer suvga to'yganini ham ko'rasizlar. Tavba avliyomidi? Gaplari 2 soatdan keyin ro'yobga chiqdi-ya. Ha, avliyo edi. Allohning sevimli bandalari o'zlarini bildirmaydilar. Alloh do'stlarini ranjitganlar saodat ko'rmaydilar. Orqasidan borib kechirim so'raydi. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Beni emret. Meni chorlabsiz. Vidolashmoqni istadim, xolos. Tushunmadim. Biror yerga ketyapsizmi? Ha? Qayerga? Aramaya. Qidirishga. Babama. Otamni qidirishga. Dayanamayacağım. Bu qayg'uga ortiq chidolmayman. Otam haq yo'lga kirib bizni tark etganlarida 5 yashar bola edim. Shuncha yillar otamni sog'inchi ila yashadim. Ara sıra Ahyon ular haqida xabar kelib turardi. Erishgan martabalarini e'tirof etdim. gurur, Faxrlandim. hasretim Sog'inchimni ichimga yutdim. Ama artık Ammo endi otamni topishni xohlayman. Muborak qo'llarini o'pib duolarini hayır duasını olmoqchiman. almak istiyorum. Kabil ise To'g'ri kelsa ularni bu yerga tekrar olib kelib, buraya getirmek, ilmlaridan, onun ilminden, fazilatlaridan faziletinden xalqimizni halkımızı bahramand etishni faydalandırmak istayman. istiyorum. Bu Bu benim. meni haqqim, shunday emasmi? Öyle değil mi? Niçin? Nima uchun jim bo'lib qoldingiz? Kusura bakma. Kechirasiz, birdan otangiz ko'z oldimga keldilar. Onunla Ular bilan ham shunday vidolashgan edik. Nima ham deyman? yolunuz Op açık yo'l. olsun.
ibrohim adhamning o'g'li o'sha kuni yo'lga tushdi. Diğer taraftan Tuproqlari suvga to'lgan tekrar qishloq filan aholisi planlara ham kavuşan ibrohim insanlar adhamni har her yerdan tarafta izlashardi. İbrahim'i arıyorlardı. Uni bir Onu qishloqdan civardaki bir masjid kasabanın ichida mescidinde duo qilayotgan dua holda ederken buldular. topdilar. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Sizden af Sizdan dilemeye kechirim geldim. so'rashga keldik. Shaytonga quloq solib Size iftira tuhmat qildik. Yomg'ir yoqqanidan so'ng xatoyingizni tushundingiz, shunday emasmi? Cahilliğimiz. Kechirishingizni so'raymiz. Johillik qildik, afv eting. Men hech kimdan xafa emasman. Pushaymon ham tavbadir. Mana shunday xolisona tavba hammaga ham nasib bo'lavermaydi. Siz buyuk insonsiz, ruxsat bering xizmatkoringiz bo'lay. O'lgunimcha sizga xizmat qilay. Yo'q, yo'q. Buyuklik faqat Allohga xosdir. Ancak Allah'a mı? Men g'arib bir odamman. garip bir kimse. Nimamga xizmatchi Hizmetçi lozim? eyimize. Aksincha, Hizmet eden o'zim xizmatkorlardanman. Rabbimize hizmet Rabbimga xizmat qilish uchun yaratilganman. Siz hemen Uylaringizga qayting. Rahmatga rahmatga to'ygan tuproqlar sizni kutmoqda. Menga kelsak, meni ham kutayotgan bor. Qabrga kel, kel deya chaqirmoqda. Nachora vaqt keldi. Ibrohim adhamning o'g'li shu kunlarda yo'lga tushgan edi. Unga otasini Madina va Makka orasidan qidirishni aytdilar. Haqiqatan ham Ibrohim adham yo'ldagi kichik bir qishloqda to'xtagan edi. Yo'lda katta karvonga uchradim. Qishloqdagi odamlar uni karvon bilan kelganidan xabar topib, juda xursand bo'lishdi. Qidirishga tushishdi. Sen bugun kelgan karvondanmisan? Ha. U holda Ibrohim adhamni tanisang kerak. Ha, taniyman. Bizni tezda uni oldiga olib bor. Aceleniz mi? Ishingiz shoshilinchmi? Uni ko'rmoq uchun butun Makka olimlari sarson bo'lib yurishibdi. Qani Ibrohim adhamni ko'rsat bizga. Bırakın o kötü. O'ylar u yomon odamni. Nima deding? Ibrohim adham siz o'ylaganingizda yaxshi odam emas, u gunohkor bir banda. Shunday bezakni haqorat qilgan
Affet. Afv eting meni. Allah aşkına. Alloh haqqi kechiring. Cahilliğime. Johillik Ne qildim. olur. Biz ayağa Odamlarni yalintiradiganlardan emasman. nefsimize Nafsimni mag'rurlantiradigan u ilonni yana ro'paro qilma. Beni affet. Meni kechirmagunizcha o'rnimdan turmayman. Meni ezib bosib o'tsangiz ham mayli. Kechirdim seni. Tur. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bırak da Qo'y, yolumuza yo'limizda devam. davom etaylik. Kafi miktar Ortiqcha mashg'ul bo'lib qoldik. Ne olur Meni yoningizga oling, sizga xizmat qilay. Nefsimizi Nafsimni azdırmak ozdirmoqchimisan? Bize Menga xizmatkor kerak emas. 100 kere 100 karra yo'q desangiz ham siz bilan birga ketaman. Xo'p, Ama ammo sadece faqat Kabe. Ka'baga qadar. Orada U beni yerda yalnız- yolg'iz qoldirasan. Tek şart- Yagona shartim shu. Qani menga bering. Yo'q, kerak emas. Bu kadar yükü Shuncha nasıl yukni taşıdınız qanday efendim? qilib tashidingiz hazrat? Onun için Nima uchun xabar bermadingiz? Bu meni vazifam. Kendi işim. O'z vazifamni o'zim ado etishim kerak. Fakat yazık ediyor. O'zingizni qiynayapsiz. Qarang, beringiz ham bukilib qoldi. Alın Ter teriyle to'kib çalışıp ishlash ham kazanmak ibodatdir. Bu dunyoda tarozining pallasini eng og'ir bosadigan amal, bu dunyoda badanga eng og'ir kelgan amaldir. Ben gene de o Qammollikni sizga aslo munosib ko'rmayman. Bizlarga ustozlik qilish sizga yetmaydimi? Bırakın da Keling endi biraz bizlar da ham bizler sizga size- xizmat qilaylik. Büyük Yana odanın bir altı o'ram o'tinim bor. akşam olmadan. Kech tushmasdan olib kelay. Sen bularni sot. Aman hocam. Ammo izin verin de ustoz size ruxsat yardım- bering, sizga yordam beray. Yeterince Shundoq geç ham kaldı. kech qoldim. Burada Shu yerda bu- uchrashamiz. Siz shunday emasmi? Evet. Ha. Baxt diyoridan kelyapman. Alloh nasib etsa haj ibodatini ado etaman. İnşallah. Xudo xohlasa. Çok yorgun. Juda charchaganga o'xshaysiz. Keling. İlk defa Birinchi marotaba kelyapsiz Makkaga? Ha. Mekkeli Makkali olduğunuza bo'lsangiz göre bilsangiz bilirsiniz kerak. mutlaka. Ibrohim İbrahim Adham Ethem shu burada, yerda öyle edi, mi? shundaymi? niçin sordun? Nima uchun so'radingiz? Kendisi benim babam. Ular meni otamdir. Ko'rmoq Onu qilmaydi görmek bilan için Makkaga Mekke'ye keldim. geldim. Ne? Benimle Men bilan hazillashayotgan bo'lmang tag'in. Estağfurullah. İnanın tam Ishoning 20 mana yıldır 20 onunla yildirki sevgili ularni sog'inchi bilan yashayman. İnandım. Ishondim. Babanız da Otangizam sizden siz haqingizda gapirgan edi. Oğlumu çok O'g'limni küçükken tashlab kelganman degan edilar. Yoksa Taniysiz ularni? tanımadım. Tanimay bo'ladimi? Şimdi nerede? Hozir qayerdalar? Onu Ularni ko'rishim mumkinmi? Dere yoluna Soy bo'yiga o'tinga ketganlar. Babam odunculuk mu yapıyor? O'tinchilik qilyaptilarmi? bir zamanlar Bir zamonlar sulton bo'lib hozir o'tinchi bo'lganlari sizga tegib ketdimi? Asla. Aslo. Sultan da olsa, O'tinchi hamal da olsa bo'lsalar ham, benim sulton babam. bo'lsalar ham mening O otamdir. ahiret sultanlığı, Oxirat dünya sultonligi uchun sultanlığına dunyo tercih ediyor. sultonligidan voz kechdilar. Aferin delikanlı. Ofarin. İbrahim Ibrohim Adhamning o'g'li ekanligingizni hozir isbot etdingiz. Eğer babanı Agar görmek otangizni istiyorsan ko'rishni dere yoluna. istasangiz, soy bo'yiga boring. Neredeyse dönmüş. Keladigan vaqtlari ham bo'lib qoldi. Size nasıl Sizga qanday qilib teşekkür tashakkur edeceğim etishimni ham bilmay qoldim. Yanına git. Yonlariga bormadingizmi? Hayır, Yo'q, hayır. botinmadim. Nima uchun?
Onu gördüm. Ko'rganimda namoz o'qiyotgan ekanlar. Shunday bir nuroniy, shunday bir go'zal holda edilar. O anda onun yanında Ular bilan birga olduğum namoz gibi o'qiyolmaganimdan hangi teslimiyette uyaldim. namaza durmadığım için kendimden utandım. Ben o Shunday babanın oğlu otaga olmaya layık mıyım diye noloyiqman deb düşündüm. uyaldim. Onu o kadar Ularni şükür shunday bir benim holda için ko'rmoq saadet. men uchun saodatdir dedim. Bana çok Menga yardım ko'p yordam berdingiz, rozi bo'ling. Helal olsun. Roziman yigitcha. Bu saatte Endi qayerga? Önce Oldin mescide. masjidga, Allah Allohning panohiga. hayırdır inşallah. Xayrli Sizi bo'lsin. çok sevinçli gördüm. Sizni ko'rganimdan xursandman, hazrat. Çok uzun Ko'pdan zaman beri sonra ko'rmagan gördüm. insonni ko'rdim bugun, Umar. Anlatın hocam. Kimni, hazratim? Derede. Soy bo'yida endi namoz boshlaganimda Aklımda bir bir delik yigitcha meni kuzatayotganini sezib qoldim. Sanki bana koşuyor. Go'yo menga yaqinlashmoq istardi. Ama çekildi. Ammo uyalib turardi. Bir muddat boqdi menga, so'ngra uzoqlashib g'oyib bo'ldi. Kimdi o? Kim edi u yigitcha, bilmaysanmi? Oğlunuz hocam. O'g'lingiz edi, Biraz hazrat. evvel buldum. Biroz oldin shu yerda edi. Her şeyi anladım. Hamma narsani menga hikoya qilib Sonra- berdi, so'ngra ketdi. Çok üzgünüm. Juda xafa edi. Niçin? Nima uchun kutib tur demading? Kechiring, hazrat. Bir-biringiz bilan topishasizlar deb o'yladim. Şu anda Shu payt masjidda bo'lish kerak. isterseniz gidin. İstesangiz boraylik. Ey İbrahim. Ey Ibrohim, Hani sen sen faqat yaratguvchini sevarding va uning do'stligiga boshqa do'stlik qo'shmasding. Bir qalbga ikki sevgini qanday sig'dirding? Ya Yo Rabbil alamin, oğlum. agar o'g'limning muhabbati seni ishqingdan uzoqlashtirsa, Yap. yo meni jonimni ol, yo o'g'limnikini. Ne oldu Nima hocam? bo'ldi? Bayıldı mı? Hushidan ketdimi? Hayır. Bayıl. Alloh huzuriga ketdi. O günden sonra Shu kundan so'ng Ibrohim Adham hazratlari uzlatga chekindilar. Ora sira sevgan talabalarini atroflariga to'plab, uzun suhbatlar o'tkazardilar. So'ngra takror uzlatga chekinardilar. bir gün Bir kun ketishga qaror qildilar. mescidin Talabalarni avlusuna masjid hovlisiga to'pladilar. Bu onun Bu xayrlashuv yig'ilishi edi. ufak torbasını Kichik to'rvacha bilan joy namozni ham o'zlari bilan olib ketmoqchi edilar. Yonidagilar qol deya yolvorishar edi. Makon o'zgartirishda huzur halovat bor. Butunlay ketayotganim yo'q-ku. Yana biroz o'tgandan so'ng bu muborak joylarga qaytaman. Yo'l ozuqalarini oldingmi, Umar? Oldim, hazrat. Faqat non Yalnız topolmadim. ekmek bulamadım. Bozorda bir baxtlik novvoy non sotayotganini eshitdim. Hozir u yerga boraman. Şimdi oraya gidiyorum. Baxtlik dedingmi? Evet hocam. Ha, hazratim, sizni mamlakatingizda. Ben de Men ham sen bilan boray, shu novvoy bilan uchrashmoqchiman.
endi gapiring, nima uchun 25 yil sarson qildingiz meni? Nima uchun kelib hamma narsani tushuntirmadingiz? O'sha kecha tomdan tushib yoningizga kelganimda jahonga bugungi Ibrohim Adhamni ko'rish nasib etarmidi? Yazıklar olsun. Afsuslar bo'lsin, uzoq yillar burnimiz tagidagi javhardan bexabar yashagan ekanmiz. Biz bunday harakatni o'zimizcha qilmadik. Haqdan ishorat kelmasa bir qadam ham tashlay olmasdik. Hamdolsun Rabbim. Hamdlar bo'lsin 25 Rabbimga. yil 25 yillik qidirish tugadi, murshidimizni topdik oxiri. Astag'firulloh hazrat. Haqiqiy murshid sizsiz. Sizni nomingiz tillarda doston. Allohga muhabbatdan boshqa ishingiz yo'q. Endi sizga talaba bo'laylik. Sen olmasaydın. Siz bo'lmasangiz men hech kim edim. Hali ham xayollar og'ushida yurardim. Men kichkinagina uchqun chaqdim xolos. Ichingizdagi vulqon qachon bo'lmasin olov olardi. Inson qalbidagi olovni tutashtirgan faqat ishq, haq ishqi. Janobi Haqqa bo'lgan ishq, inson qalbida ungagina joy bor. Faqatgina Allohga bo'lgan ishqqa joy bor xolos.